chiqaring. Soling aylantirib. Sandiq akam yo'q. Sandiq ukam yo'q, tushundingmi? Ketishingiz kerak, eshitdingizmi? Chiqib ketasiz. Besilgan ev bilan-da. Voy, kichkinanikimi demay meniki. Chiqib ketasan, tushundingmi? Ketasiz. Tushundingmi? Farruh o'zingni botma. Ketmaysan. Agar chiqmasang bundan battar qilaman, tushundingmi? Eshitdingizmi? Hech qanaqasi katta o'chib ketish kerak degan gap yo'q, tushundingmi? Men bu uyda qolaman. Bo'lmasa sudrab chiqaramiz sizni. Voy, xotinimga umuman gapirma. Farruh o'zingni botma, tushundingmi? Ketasan, tushundingmi? Menga qarang oyi. Uy kenjanikimi demak bu chiqib ketadi. Bu uy meni uyim. To'ppa to'g'ri. Uy bizniki. Sarlar mazza qilib yashalaring. Men ketaman. Mazza qildik-a? Yaxshi bo'ldi. Qandoq mazza? Bopladik. Yaxshi bo'ldi. Nimasini aytasan? Mana seni aytganingni qilib mazza qilamiz. Qulog'imiz ham tinchidi. Endi mazza qilib yashaymiz, a? Anu, Landovur akangiz chiqib ketganlari hamchi yaxshi bo'ldi. Qariga, anasi. Ha? Yana bitta iltimosim bor edi sizga. Xo'sh. Shu desangiz, oyizlar ham qarib qoldilar. Endi qariganda odamga dori-darmon kerak, hamsuhbat kerak, yaxshi parvarish kerak. O'shanga oyizlarni qariyalar uyiga topshiraylik. Endi u yoqda mendan ko'ra ancha yaxshi qarashadi-da, baribir.